O'zbekistonda yagona Urtex gilam zavodining vodiydagi rasmiy dilleri, ya'ni Omali gilamlar markaziga kelganmiz. Bu yerda barcha turdagi gilamlarni hamyonbop narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Shu o'rinda gilam sohasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarni hamkorlikka chorlaymiz. Bu yerdagi barcha gilamlarni zavod narxida bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, kuzatishda davom eting, biz esa narxlarini tanishtirib o'tamiz. Qanunda boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abror aka, hormang. Yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamaysiz? Charchamaysiz. Aka, gilamlaringizni bir qator tanishtirib o'tasiz. Bo'ldi. Mavzuga kirishdan oldin aytib qo'yay, biz O'zbekistonda yagona bo'lgan Urtex zavodini rasmiy dilleri bo'ldik. Aha, qutlug' bo'lsin. Hozirgi kunda eng katta imkoniyatlar, katta assortimentlarni olib kelib qo'yganmiz. Bir qator 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda do'konni tanishtirib, narxlarni tanishtirib, sifatlarni tanishtirib o'taman. Juda yaxshi. Xo'p. Hamyonboplaridan boshlasak aka. Hamyonboplardan boshlaymiz. Birinchi o'rinda bu yoqda mana tay utuplonli qishga rasa zo'r tay utuplonli polosamiz yetib kelgan. Buni eni 3.5 4 metrlik razmerlari bor. Eniga qarab metri 1 metr narxi 135 ming so'mdan boshlanadi buni. Buni ham eni 3 bilan 3.5 metrliga kelgan anatomli oshxona, ofislarga, spaniyaxonalarga zo'r aytadi. Qalin narsa. Bu ham eniga qarab metri 210 ming so'mdan boshlanadi. Narxlari hamyonbop. Bitta yerda baxmalligimiz bor. Buni ham eni 3.5 4 metrlik razmerlari bor. Buni eniga qarab, buniki ham 1 metr narxi 150 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p, bu tomonda ro'zg'orbopda eni 3.5 metrlik varianti. Buni eni 2.5 metrlikdan tortib 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Ya'ni 2.5, 2.73, 3.20, 3.5, 3.70, 4 metrlik razmerlari bor eniga. Xo'p, buni eniga qarab 1 metr narxi 110 ming so'mdan qilib berilyapti. Hozir ko'rsatib o'tayotgan gilamni eni 3.5 metrlik 1 metr narxi 146 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bu ham o'sha Urtex zavodini Madonna nomli gilami sifati juda a'lo darajada xizmatini qilib beradi. Xo'p, bu tomondan endi birinchi daroshkalarni tanishtirib o'taverib, keyin bularni tanishtirib o'taveramiz. Xo'p. Bitta birinchi bularni ko'rsatib beray. Bular ikki xil to'lonuvchan magnipli material 100% poliester materialda to'qilgan metrli gilam hisoblanadi. Buni ham eni 3.5 4 metrli razmerlari bor. Eniga qarab 1 metr narxi 200 ming so'mdan boshlanadi. Bu hozir eni 3.5 metrligi 1 metr narxi 237 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, bu tarafda mashina yana boshqacha assortimentlari. Xo'p, undan tashqari xuddi shu materialda bu yerda daroshkali variantlari ham bor. Komplekt eni 80 dan eni 2.5 metrgacha bo'lgan rasmlari bor. Eniga qarab buni ham narxi 55 ming so'mdan tortib ketaveradi. Misol uchun 80 lik 55 ming, 1 metrli 68, 120 lik 81 ming, 1.5 metrli 102 ming, 2 metrli 135 ming, 2.5 metrli 170 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, shu video orqali kelgan odamlarga ham aka 10%, 5% skidkalarimiz ham bor. Bitta shu narxda qatib olmaymiz. Maqsad xalqning duosini olib qolish. Bu yerda Eron nomli metrli gilamizda komplekt daroshkalari eni 80 dan, bu ham 2.5 metrgacha daroshkalarimiz. Eniga qarab, masalan, bu 100 ming so'm 1 metr narxi qalin. Materiali 100% poliester. 1 metrligi 125 ming, 120 ligi 150 ming so'm, 1.5 metrligi 187 ming so'm, 2 metrligi 250 ming, 2.5 metrligi 312 ming. Bular qalin metrli daroshkalar. Narada ham ko'rsatib o'tamiz. Daroshkalarda 36 ming so'mligi ham bor. Videoni oxirigacha kuzatishsin, uni ham ko'rsatib o'tamiz bir qator. Bu yerda yagona nomli metrli ginamizni daroshkali variantlari aka mana. Eni 80 dan eni 2.5 metrgacha bo'lganlari bular. Eni 80 lik 73 ming so'm mana. 1 metrlik 91 ming, 120 lik 110 ming, 1.5 metrligi 136 ming, 2 metrligi 182 ming, 2.5 metrligi 227 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ashi gap, mana shu video orqali kelgan odamga yana 10% skidka. Bu tomonda xuddi shuni seriya rangdagisi mana. Ochroq svet xohlaganlar uchun aka mana ko'rsating. Bular 2026 yanvar oyida kelgan tavallar aka. Bular yangilik 2026, 2025 emas. Xuddi shuni bu yoqda endi
eni kattaroq razmerdagisi, masalan, mehmonxona, oshxona, yotoqxona, spalniy xonalarga aytaveradigan variantdagilari keldi. Chetlarida ko'jalari bor bularda. Buni ham eni 3-3,5-4 metrlik razmerlari bor. Eniga qarab 1 metr narxi 270 ming so'mdan boshlanadi. Bu hozir eni 4 metrligi 1 metr narxi 365 ming so'mdan. Xo'p. Birola bu yoqdan chiqib ketaveramiz. Bu yerda Ipay nomli metrli gilamimiz. Qalin, zichroq to'qilgan variantdagisi bu. Eni 3-3,5-4 metrliklari bor, bularda ham 5 xil assortimenti bor. Hozir buni eni 3,5 1 metr narxi 350 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qizlarni sepiga, mehmonxonalarga olishyapti. Hozir zo'r ketyapti gullarda. Mana shu rasvetkalar ham aka 2026. Oxirgi modellar. Xo'p. Bu yonidagi nimada? Vishelkada Eron nomli metrli gilamimiz aka. Buni ham 3-3,5-4 metrli razmerlari bor. Eniga qarab 375 ming so'mdan boshlanadi 1 metr narxi. Hozir buni eni 3,5, 1 metr narxi 437 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p. Mana ustunning atrofidagilar xuddi shularni 3 metrli variantlari. Hozir ko'rsatib o'tdim. Xuddi shular 3 metrli variant. Bu arqizdagilar ro'zg'orbobda eni 4 metrli varianti. Eniga 4 metr, 1 metr narxi 166 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bozorda 200 ming, 210 ming so'mgacha sotilyapti. 1 metrdan 30-40 ming so'mdan yutsa ham ikkita xonasi yo'sa 400 ming, 500 ming mana shu yupqa gilamni o'zidan yutib ketishadi. Qalinroq gilamdan bo'ladigan bo'lsa 1 million, 2 million so'mgacha yutadi bitta gilamidan. Bu yerda o'sha ro'zg'orbobda eni 320 lik varianti mana. 137 ming so'mdan 1 metr narxi. Assortiment zo'r, sifati zo'r, kelishaveradi. Endi bu tomonda buni ham ko'rsatib beraylik. Eni 4 metrli ipay hozir ko'rsatib o'tdim, shu ipayda eni 4 metrli varianti. Hop, 4 metrligini 1 metr narxi 400 ming so'm aka, mana ko'rishlaringiz mumkin. Assortiment zo'r. Mana aytganimdek, mana yangi model edi, uji tugadi bu. Ertaga yana bolalar yangilab qo'yishadi. Bittasini xonadoniga 20 metrcha sotishadi bundan. Kecha. Xo'p, endi bu tomondan boshlaymiz. Bu yoqda gilamlar qo'yishib yoribdi. Bu ipayda daroshkali variantlari aka. 80ligi 80 ming, 1 metrligi 100 ming, 120ligi 120 ming, 1,5 metrligi 150 ming, 2,5 metrligi 250 ming so'mdan 1 metr narxi. Bular ipay qalin, yaxshi variant, yupqa gilam emas. Bu yoqda Eron metrli gilamda endi 3,5 metrligini ko'rsatdik, yana 3 xil assortimentda bu tarafda 437 ming so'mdan metr, 1 metr narxi. Xo'p. Endi aka mana ro'zg'orbobda mana daroshkali variantlari mana. Assortimentdan muammo yo'q. Tugab bo'lsa sklatlarda ham serob. 36 ming so'mdan 1 metr narxi, ro'zg'orbob. 1 metr 120, 1,5 lari bor. Mana masalan mana u ham yangilik bo'lib keldi. Mana ko'rishingiz mumkin aka. Juda pishiq. Yangilik. High-tech variant xohlovchilar uchun bu ipay nomli daroshkali variantlarimiz mana. Bu ham eniga qarab narxi har xil bo'ladi. 1 kvadrat narxi 68 ming so'mdan. Xo'p, orqamda turgan Eron nomli metrli gilam hisoblanadi aka. Eni 4 metrli variantlari. 1 metr narxi 500 ming so'mdan. Xo'p, 10% skidka qilib beramiz baribir shu video orqali kelgan odamga. 500 ming so'mdan 50 ming so'm skidkada, xudo xolasa. Ya'ni yonida qoladi. Yonida qoladi, ha. O'zi shundoq ham arzon narxlarimiz. Mana bunaqa avalni xohlaganlar uchun mana avalni gilamchalar olib kelib qo'yganmiz. 1-2 razmerdan tortib 2-3 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p. Bu yerda yerda turganlar, uni yerda to'y ko'rsatgan ro'zg'orbob eni 4 metrlik yana qo'shimcha variantlari. Xo'p, arqamda tayyor gatoviy gilamda assortiment aka. Ponni hammasi qalin gilam, qizlar sepiga olishyapti. 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Hammasini chetida popi ko'jalari bor. Misol uchun, bularda yagona nomli gilamlarimiz 90 ming so'mdan kvadrat. Ipaylar aka mana 100 ming so'mdan hammasi. Eronlar bor, mana bu yerda 125 ming so'mdan mana hammasini tanlab olishaversin. Bu yerda ham yagonalar bor, bular ham 90 ming so'm. Ashi yagonani mana yerda daroshkalari ham bor, bular ham 90 ming so'm, 1 metr narxi, 1 kvadrat narxi. Xo'p. Bu yerda mana yerda tay utuploning boshida ko'rsatdimmi? O'shini 3 metrli varianti mana. Arqasi nachosli, juda pishiq, 135 ming so'mdan metri.
170 ming, 180 minggacha sotiladi bozorda bu ham. Mana bu variantlarimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tdim. 210 ming so'mdan qalin anatomiy. Mana ro'zg'orbobda eni 370 lik variantlar aka. 1 metr narxi 160 ming so'mga borib bormaydi bularniki ham. Eni 370 lik variantlarni 5 xil assortimentini olib kelib qo'yganmiz. Tepada ilinganlar haligi chempion nomli dedim, boshida ko'rsatdim. O'shini eni 4 metrli varianti 270 ming so'mdan tushadi 1 metr narxi. Xo'p. Endi mana eni 2,5 metrli ro'zg'orbob metrligilarimiz bor. Buni mavisi ham bor. Mana hozir 2 metrligi turibdi ekan. Bularda eni 2,5 metrlik 1 metr narxi aka 108 ming, 107 ming so'm atrofida tushadi 1 metr narxi. 2 metrligi 90 ming so'm, 86 ming so'm atrofida tushadi. 1 metr narxi. Eniga qarab ketaveradi, bo'yiga qarab. Xo'p, asha ro'zg'orbobni eni 3 metrlikni varianti mana aka. 6 xil, 7 xil variantlari bor. Assortiment yaxshi. Yana kelyapti assortiment kundan kunga. Mana yagona nomli metrli gilamlarimiz bor mana. Eni 3,5 metrlik 1 metr narxi 318 ming so'mdan. Qalin zich to'qilgan. O'zim ham uyda ishlatyapman bu materialni, juda pishchiq narsa. Bu yerda bu tarafda Gold nomli metrliklarimiz. Xo'p, bu 290 ming so'm sotilgan edi oldin, 2025 ta oxirlarida. Hozir biz buni chegirmaga tushirib qo'ydik. 3 ta rulon qolgan, yarim-yarim bo'lib, 220 ming so'mdan kelib olib ketishaveradi. 1 metr narxini. Skidkadan tashqari yana 220 ming so'mdan olib ketishaveradi. Xo'p. Bu tomondan ko'rsatsangiz, aka mana Ipay nomli, mana Champion nomli metrligimiz, endi 3 metrligini assortimentlarni qo'yib qo'ydik, olib kelib qo'ydik. 1 metr narxi 200 ming so'mdan. Kelib bemalol xarid qilishaveradi. Mana Ipay nomli metrligimizni darushkali variantlarini ham olib kelib qo'ydik, yangilik qilib mana. Endi 80 dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerni olib kelib qo'ydik. Eniga qarab narxi masalan bu 80 ming so'm. 120 lik 120 ming, 1,5 metr 150 ming, 2 metrligi 200 ming, 2,5 metrligi 250 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hozircha qo'limdan kelgancha 100% holatda tanishtirib o'tdim do'konimni. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etsin. Bizni sahifamizga obuna bo'lishsin. Hammalarini do'konimizda kutib qolamiz. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan ommaviy gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Barchalaringizni kutib qolamiz.